looking as the flowers. I sit for hours, telling all the bluebirds, the bill and coo birds, pretty little baby. Salom hammaga, sizlar bilan Kavan PUBG. Bugun ajoyib videomizga xush kelibsizlar. Video boshlamasdan oldin обязательно aytaman, har doim aytaman, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Albatta, kommentariyada qoldiring. Demak, biz videoni boshladik. Hop, hozirda bizda 2000 gold bor salkam. Shuni open case qilishimiz kerak. Chotki open case qilamiz. Videoga like bosib qo'ysanglar bo'ldi. Birinchi o'rinda qo'qqanni короче, shundan bitta ochamiz bo'ldi. Все. Balansimizni bugun kattaroq video qilib ko'ramiz, farqi yo'q va ana shu menimcha normal bo'lishi kerak. Normalli balans ko'tarishimiz kerak. Bugungi videomizda yo'q, bitta minus berib qaytadan tushib ko'ramiz. Biroz minus berib qo'ydim, mayli. Iloji boricha kattaroq video nima? Kattaroq narsa tushirib normalmi? Joningdan 1600 yaxshi. Yana ochib ko'ramiz. Xo'p, 100 chiqaramiz. Iloji boricha kattaroq akkauntimizga tashlaymiz. Bilmadim yoki sotaverarman va yaxshi Bentley. Vash chotki. Ko'ryapsizlarmi? Vash chotki. 1500 balans. Yana ochib ko'ramiz. Xo'p, 2k ozgina qoldik. Shuning uchun 2k bo'lishimizga yordam berasizlar degan umiddaman va yepala yedirdim. 2k olishimizga oz qoldi. O'zingizlar ham mayli ozgina yedirdim. O'z nima? Kommentariyada mayli. O'z hissalar qo'shinglar. 2k ga bo'lishimizga ozgina qolib turibdi. Demak, siz hozir obuna bo'lishingiz kerak. 910 ozgina yedirib boshladi. Mayli, chiqamiz. 2000 gold bor edi, 2400 gold bo'ldi. Demak, normal ketyapmiz hozircha. Lekin men kattaroq kes ochishni niyat qilib qo'ydim va 999 ga qarshiloq. Ana shu kesni ochaman deyotgandim, lekin hali ochishi biroz tension. Ochmayotgandim va bitta ochamiz. Bo'ldi. Xo'sh. Normal narsa tushsa, bitta mashina tushib bersa, normal superkar. Yepat, bu necha? Agar normal bo'lmasa, upgrade'ga tiqaman. Puxu. Yo, mayli, sotvoraylik. 100 minus qildi, yana ochib qo'yaylik chiqani. Davay. 2000 gold bilan boshlagandik. Endi normalli 100 chiqarib ketishimiz kerak o'zar. Maqsadimiz shu. Bu arzon, menimcha. Ko'tga tiqdingmi? Nima bu? 1000 yo'q ey. Bollar nima bo'ldi hozir? Tushunmay qoldim. 1800. O't mashinaga. Bu musorov. Mayli, o'z bitta yaxshi bergandan keyin. 3000 gold bor edi. Nima beryapti? Ko'rsatsalarmi? Vashi. Mayli. Omadimizda endi bana bu kesda sanab ko'ramiz deb boshlaymiz. Davay. Yaxshi narsa bermadi. Ko'rdinglarmi? Bitta ochgandan ma'lum bo'ldi. Yana ochib ko'ramiz. Yo'q, bitta yaxshi narsaroq ber. 1000 balansimiz deding. Yepat. Yana bitta oxirgisi. 3000 balansim bor edi. Bo'lmi? Bu balans nechtalik olsa bo'ladi? Necha? 200 likmi? Joningni, davay. 299lik, davay. Hop, nima berarkan? Kattaroq kesashlar shunaqa bo'ladi ba'zan. 460 dan kam bersa ko't demoqchi edim. Mayli. 1500 dan minusdamiz ozcha. Vashi esa buzildi. Hop, bularni olib qo'yamiz. Hozir sizlarga tekin case ochishni o'rgataman. Case deganlarni bosamiz va pastroqda
pastda mana bunaqa keyslar bor, bemalol ochsalar bo'ladi. Men hozir 199likdan ochib ko'raman. O'zi 190. Ozgina. Jitta yetmayapti ekan. Hop, 49likdan ochamiz majbur. Hop, nechta ochsak bo'larkan? 5 tani ochsak bo'larmikan? Sal qimmatroq 96, 95. Bittaga yetmayapti. Billay, 140 davay. 140 ga ochdim. Birinchisi yaxshi emas. Mayli, tekinga kelsa boylik, turmush bo'lar chiroylik. Battle o'ynamoqchi edim, lekin battle'da ko'pchilik hozir yo'q. Boya ko'rib chiqqanim, demak ochmaymiz. Bitta yaxshiroq narsa nima beradi ekan? Bu eng kami 999lik. Hop, 779. Ana shuni ochamiz. Davay, 1-2 marta. Bitta mana bulardan bittasini ber, davay. Bitta ber, bir minglik ber, ketaylik. Hop, bu musor qayerdan keldi bilmadim. Bu yerda yaxshiroq narsa tushmagani uchun, sizlarga bitirmaslik uchun tezlashtirib yubordim. Kommentariyada yozib qoldiringlar, agar to'liq formatini istasanglar, keyingi safar to'liq videoni qo'yaman. Kommentariyada yozib qoldiringlar, bu fikr men uchun qiziq. Davay. Ultimate naxuy kerak. Bol, gapim qaytarib ol. Bol. Uzur. Kimin gitti? Memel. Вообще. Muzur ko'p. Mayli, chiqamiz. Mayli, oxir marta, davay. Oxirgi shu bilan bu yerda 1500likka, 1200likdan beri bor. Yana bitta hayron qoldir odamni. Ya faqat bo'lmasda. Nihua. 894 biroz minus. Nima qilsam ekan? Mayli. Biz kontent olyapmizmi? Davay oxirgacha. Bitta ultimate tushib ber boyaga yana. Yo'q, faqat bo'lmasda. 500lik bu. Qayb olib chiqamiz bu keysdan bo'ldi. 1100 yeb qo'ydik, yaxshi ekan, kattaroq yeb qo'ydik. Chota bu keys yaxshi ekan, yediryapti odamni. Upgrade qilib chiqaman hozir hammasini, bitta. Ana bundan to'xtamadim. Full upgrade qilib chiqamiz, 1180. Ana shuni hammasini 1.5x ga upgrade qilib ko'ramiz. 2000 balans qilish kerak-da shuni. Hop. Birinchi hop, mana bu kichkinalardan boshlaymiz. Shuni 180, 190, 200 ga to'g'rilaymizmi? 197. 70% seans, davay. Borim ham shu, yo'g'im ham shu. To'xta. Mayli. Norm. Hop, endi 197 mi? Endi 144 ga. Navbatda 209 ga. 70% seans bu ham, davay. Mayli, minus bo'lsin. Joni qo'yqotishmas. Tak, buni 400 ga. Yo'q, 500 mi? Eng kami 500 ekan. Biz necha edi? Salkam 400. 500 ga. 71%. Mayli. Balansga ozgina qo'shamiz. Full qo'shamiz 74%, davay. To'xta. Va, otangni kallasiga qo'y yag'i. 500 balans ketiradi. Nima bu? 810 bilan qilib qo'ydik-ku, 1200 minus bo'lib ketdi.
Xo'p, mayli. Xo'sh. Ochib ko'ramiz. Sal minus. Mayli. Mana ko'raylikchi. Nimani. Ana sizlarga. Ko'proq olsanglar, sizlar ham olasizlar. Xo'p. Barcha skilllar ko'raylikchi. Normally. 1700 oz qoldi o'zi. Уже oz qoldi. Oz qoldi. Xo'p. Tavsiya sanofda joyini ko'rsatib qo'yamiz. 999 likka ochamiz hozir. Davay 1000 dan ziyod kerak bizlarga. To'xta. Yaxshi 1200 mi? Bu baland. Javob beraman baland. 2700 bo'ldi. Всё, bola, biz balandamiz, bo'ldi. Ko'p gap kerak emas bizlarga. 299 lik kesla ochish kerak endi bu yo'lga. 5 talik nima bo'pti? Davay 5 talik 299 ga. 300 dan baland kerak bizlarga. 300 dan baland. Yaxshi bitdi. Achchotki. Voy ba 3500. Wow, 3500. Vash chotki. Eng omad open kesim shu bo'ldi. Yaxshi. O oxiri chiqadi. 1600 o'zi qanchaga o'tgan? Yaxshi, shunda ham 200 plus. Normal. Yana shuni ochib, sekingina quyonda beramiz. Xo'p, minus oxirida bari tushdi. 1100 mayli. Bo'la, всё, 3200 balans. 3200 balans o'ylabsizlarmi? 1000 plusdamiz hozircha. 499 lik keslardan bitta ochib ko'raylik chiqanim. Shuncha ochayotganim uchun albatta videoga like bosib, kanalga obuna qo'ying. Har doimgidek bitta odam qolib tashlab beraman. Kommentariyada tanlab eng yaxshi kommentariyalardan biriga. Xo'p, ID'larni yozib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p. Yaxshimi? Voy, bilayin 4000 pal mayli. Vash chotki. Davay, yana bitta shundan bitta. Yana bitta. Qibiz. Ya, chichvor. Menimcha yaxshi. Bo'ldi, bu kesdan chiqaylik. 300 minusga chiqdi. Yaxshi, 3700. Qani necha mingga bora olamiz biz balansimizda? Necha minglarga bora olamiz biz balansimizda? Bitta qimmatroq kes yo'qmi? Bu keslarni och, mayli, akem. 5 ta. 400 ga. Davay. 75 dan baland bo'lish kerak. Minus. Oxirgisi. Yo'q. Yaxshi, yana minus berdi. Yaxshi bittasi. Ikkitasi yaxshi. Uchtasi yaxshi. Oxirgi chiqdi. 451. Mayli, plus bo'ldi. Chiqamiz, bu cho'ta yoqmayapti bu kes. Kattaroq kes ham ochim kelmayapti. To'g'risi buncha balansni ko'rib, lekin men hozir mana bu kesni ochmoqchiman. 2999. Agar shu yerda 3000 bersa bo'ldi, tamomda. Davay, no risk, no beradi. Faqat baland bo'ldi. Ha, aytgancha sizlarga esdan chiqibdi.
Agarda sizlar balans to'ldirmoqchi bo'lsanglar 5700 pastdagi kashalokda bosasizlar birinchi bo'lib. Bitta Humo, Klik, Puxuy nima bo'lsa ham Uzcardni farqi yo'q. Mana bu yerga bo'lsa, qanaqasi bo'lsa botga omad desanglar, omadli promokod beradi. To'g'risi bu saytdan umuman reklama olmaganman desa ham bo'ladi. Chunki omad desanglar 20% qo'shib beradi. Sizlarga maslahatim shu, 20% qo'shib beradi. 5700 balans. Qancha UC bo'ladi bilasizlarmi? Necha minutlik? 20 minutlik. O, atayni nimaga? Xo'sh, 5000 ga nima qilsak bo'ladi? Kattaroq bitta kes ochish kerak. 100 chiqarib o'tkazishim kerak sizlarga hozir. Hop, balansimni 5000 ga olib chiqdim. Unda hozir sizlarga 100 chiqarishni o'rgataman. Prosta mana uni bitta ochaylik. Hop. Yana tushundan bersa-ya. Yo'q, endi chiqaring. 1600 likmi, 1200 lik bu 3000. Yaxshi. Короче, hech qanaqa minus bo'lmadi. Mana shuni bosamiz, profildagi 3000 balans bo'ldi. U qancha bo'lishini bilasizlarmi? Bo'luvchi skinda bosamiz. Mana uni ID'ni kiritamiz. Mana bunda ID tasdiqlashimiz va 18325 60 UC. Undan boshqa yana shuncha UC bor. Taxminan 5000 UC dan ziyodroq oldik. Hozir biz atigi 2000 galga nima deyapti? Bu ikkinchi videolarga qolsin. Bu yerda 100 chiqardim. 100 bermaydi deganlar uchun mana ko'rishinglar mumkin. Kod bergan, to'g'ri. Nimalardan chiqarib olsanglar bo'ladi. Nomi nima edi? O'shandan chiqarsanglar bo'ladi. Короче, 2100 chiqardik. Taxminan 4100 chiqardik 2000 galdga. Hozir 2000 gald qancha bo'lishini ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Обязательно. Humo masalan 2000 gald deymiz. Mana yerga. Qaranglar, hozir 1800 deyman. 1800 yo'q. 1700 to'ldirganmidim. Mana 1700 deylik, mayli. 1700 to'ldirgan bo'lsam ham, Poljut deb bosam ham 1700 qancha bo'lishi pastda 2000 balans bo'lib turadi. Hozir qancha bo'lishini ko'ramiz. 1700 269 ming so'mga atdagi 269 mingga 4000 UC. 4000 UC. Nima deyishlar bilasizlarmi? Bu yerga kart raqamini yozinglar, bu yerda nomini yozinglar pastga, bu yerga bo'lsa. Xo'p, tugash muddatini yozasizlar, bo'ldi, все. Albatta Telegram kanaliga o'tib turish esdan chiqmasin. Telegram kanal kommunim deb yozsalar chiqadi. Bemalol yozib yozsalar bo'ladi. Kirasizlar va promokodlar olishinglar mumkin. Tekinga ochasizlar. Keyingi videoda ana shuni tekinga ochishni o'rgatib o'taman. Xo'p, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videoda 200 ta like qilsa shu video, keyingi videoda bitta zo'r narsa ish qilmoqchiman. Shuning uchun tezroq bosamiz.